kommunikatsiya texnologiyalari va raqamlashtirish xizmati. Akem fondida mavjud bosma nashrlarni raqamlashtirish. Bo'limda ikkita raqamlashtirish uchun mo'ljallangan qurilma mavjud bo'lib, shulardan birinchisi Tokosa dasturi bilan ishlaydigan Booknet skaner qurilmasida gazeta, jurnallar va kitoblar skaner qilinadi. Ikkinchi skaner qurilmamiz Planshet Fujitsu 6770 bo'lib, bunda kitoblarni skaner qilamiz va skaner qilinadigan gazeta, jurnallar, kitoblar PenReader dasturi bilan qayta ishlanadi. Ya'ni oshiqcha joylari kesilib, ranglari va orqa fonlari oqartirilib, kitobxon o'qishi uchun tayyor holatga keltiriladi.